Siz falonchini nimaga zinoda aybladingiz deyapti. Mana shu gapni berayotgan odamlar shu gapni o'zlarini ixtiyorlari bilan yozishmayapti. E'tibor berasizlarmi? Butun jamiyat bir yig'ilab chiqqan xotinning gapiga ta'sirlanib turganda Abror Muxtor Ali chiqib, "To'xtanglar, tangani ikkinchi tomoni bor" deb gapirganda qanaqa talotin bo'lib ketdi. Bir quloq soling bo'layotgan hodisalarga. O'zingiz ko'rmagansiz, o'zingiz bormagansiz, tahlil qilib ko'rmagansiz. Bir xotin chiqyapti-da, "Voy hoy hoy hoy" qilib yig'layapti. Ko'zidan yosh oqizyapti-da, titrab orqasiga muzika qo'yib qo'yishyapti. "Voy, sizni urishdimi? Voy, shunaqami? Voy, iplasay" desa ketdingiz shu bilan. Izohlarda 80% odam hamma buni aks sadosini qaytaradi. Bo'ldi. Tahlil kerak emas unga, chunki hissiyot bor unda. Insonni hissiyotlar boshqaradi degan Spinoza. Bizning suhbatimizda nimaga to'xtamasdan odamlar e'tibor beringlar, izohlarda ham yozishyapti. Siz falonchini nimaga zinoda aybladingiz deyapti. Mana shu gapni berayotgan odamlar shu gapni o'zlarini ixtiyorlari bilan yozishmayapti. Qaysidir fikriga qul bo'lib qolishgan, o'sha fikr ularga ta'sir qilib qolgan. Abror shunaqa dedi degan qarorga borib qolishgan. O'zlari aql bilan surishtirib, o'zlari tahlil qilib ko'rsa, unaqa gap yo'q. Asli Abror bunaqa demagan. Nimaga bunaqa degan deb qaror qilyapti? Chunki bunaqa degan deb gap tarqatganlarni ta'siriga tushib qolishgan. Mana shuni fikriy qullik deydi Spinoza. Falsafiy qarashlar muhim do'stlar. Kitob o'qishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqdagi hodisalarni boshqaruvida mana shu falsafalarni bilgan odam ularning tuzog'iga tushib qolmaydi. O'shaning uchun bilish kerak. Tushunarlimi? Ha? O'shaning uchun bilish kerak. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda bir guruh shakllandi, o'zlaridan bloger deb yasab olishgan. Aksariyatida unaqa saviya yo'q. Lekin odamlarni qo'rqitish asnosida ko'p narsalarga ta'sir o'tkazamiz degan da'vosi bor. Yomon narsa shakllandi do'stlar. Davlat tashkilotlariga tahdid bilan kirib borish, katta xolangni uyda o'tiribsanmi degan muomala qilish. Bu o'ta madaniyati yo'q odamlarning muomalasi bu. Madaniyat ko'chasiga yaqinlashmagan o'ta saviyasiz odamlar bunaqa muomala qiladi. Katta xolangni uyda o'tiribsan, ammangni uyda o'tiribsanmi qilgan tahdidlar bu jamiyatni hissiyot bilan boshqara olaman degan da'vodagi odamlarning harakati. Bularga do'stlar aql bilan yondashish kerak. Aql bilan yondashsangiz sizni qo'rqitaman deb o'ylayapti ularni kuchanib, ichida ichagiga nafas tiqilib qolganmi bilmayman. Kuchanib nasos bilan gapirayotganlarga hech ham qo'rqmaslik uchun aql kerak. Jismoniy kuch foydasi yo'q, aql kerak. Aqlingiz rivojlansa nima deysiz? Qo'lingdan nima keladi deysiz? Eng oxirgi nuqtada nima keladi qo'lingdan? O'ldirib olaman. Nima bo'ldi o'ldirib olsak? 3 ta variant bor. 3 ta variant. O'lsak shahid bo'lamiz. Qamalsak xilvat bo'ladi. Qo'lsak safar bo'ladi bizniki. Bizni hech ham yenga olmaysizlar. Hech ham yenga olmaysizlar degan Abul Abbos ibn Taymiya. Mana shu gapni gapira olish uchun insonda aqliy, tahliliy salohiyat bo'lish kerak. Hissiyotlarga suyangan gap bo'lmaslik kerak. Bir bola chiqib, "Men dedi, beva xotinlarni dedi, ko'ynini olib kelaman borib" dedi. Uni askiya qilib gapiryapti. Desa men chiqib, "Bu yaxshi emas bu, nima deyapsan sen?" desam, bitta soqolli bola chiqib olib, "Abror, sening nima ishing bor? Nimaga palonchiga qarshi chiqyapsan?" deb post qo'yyapti. Seni singlingni, xotiningni, qizingni himoyasida gapiryapman men. Aqling joyidami seni? Desam, "Yo'q" deydi. "Sen nimaga unga qarshi chiqyapsan?" deb qo'yadi. Dayusi akbar. Eshitgansizlar, dayus. Shunga yo'naltirmoqchiman. Aqlingizni ishlating. Birovni aqli bilan ish ko'rmang.
birov sizga bu hodisani asli mana shunaqa bo'lgan desa, o'zingiz ko'rib tahlil qilish imkoniyatingiz bormi? O'zingiz ko'rib tahlil qiling. U sizga sharhlab bergan mavzu bo'yicha sharhlamang mavzuni. Falonchi mana shunaqa debdi. Eshitdingmi deng. Eshitgandan eshitdim desa, men sendan eshitmayman, seniki 3-eshitgan bo'lib qoladi. Bo'lmaydi. O'rtada 4 ta harf tushib qolsa, ketdi, hamma narsa o'zgarib ketadi. O'zingiz qaror qabul qilishni, o'zingiz o'rganishni harakat qiling. Imkon qadar qo'lingizdan kelgancha qullikdan ozod bo'ling. Fikriy qullik yomon narsa. Spinoza shuni aytgan. Fikriy qulli odamlar aksariyati. Fikran qul. Bir odam baqirib, chaqirib, mana shunaqa qilsa, "O, zo'r ekan" deydi, ergashib ketaveradi. Esinglarda bo'lsa, Barabbas falsafasini aytib berdimi? Barabbas falsafasi ham bu ham fikriy insonlarni qabul qiladigan, qarorlariga ta'sir qiladigan falsafa. Barabbasni tanlashyapti odamlar. Tanlashadi odamlar. Siz Barabbasni tanlaganlar safida bo'lmasligi uchun aqlingizni ishlatishingiz kerak. Aql sizga berilgan ne'matlar ichida bebaholaridan bittasi. E'tibor berasizlarmi? Butun jamiyat bir yig'ilib chiqqan xotinni gapiga ta'sirlanib turganda Abror Muxtor Ali chiqib, "To'xtanglar, tangani ikkinchi tomoni bor" deb gapirganda qanaqa talotin bo'lib ketdi. Hozir odamlar nima deyapti? Abror Muxtor Ali to'g'ri aytgan ekan-ku deyapti. Tanganing ikkinchi tomoni bor ekan-ku. Qani 235 deyapti. Endi ular 235 chekaga surib qo'yib boshqa masalani ko'taryapti. Nimaga? Affektdan foydalanishyapti. Men shuni ogohlantiryapman. Jamiyatda fozil odamlarning ovozi muhim. Ziyolilar, akademiklar, hech yo'q institutga kirgan odamlar, talabalar qatnashish kerak. Degan gap bu ham taklif. Demokratiyani mana shu joyida kamchilik bor. Suqrotni aynan mana shu usul bilan o'ldirishgan. Ovozga qo'yishgan. Suqrotdek olim insonni johillarning ovozi bilan o'ldirishgan. Jamiyatdagi oliy ongni johillarning fikri bilan o'ldirmaslik kerak. Shuni o'ldirishga qo'yib bermaslik kerak. Ana shu blogerlarni qaranglar, o'zini tutishini qaranglar. Ziyoli odamlar emas-da shular. Shularga qolib ketdimi jamiyat, Shular prokuraturani ham shular hal qilar, ishlarni ham, tergovni ham shular hal qilyapti. Nomni qaranglar, jurnalistik surishtiruv. Menimcha Soroscha surishtiruv bu. Soros tashkilotini surishtiruv bu. O'zbekistonda rangli inqilobning qadamlari bo'lar, ovozlari bo'lar. Bunga e'tibor berish kerak. Demak, biz jamiyatni kuchli, baxtli, saodatli jamiyat bo'lishi uchun fozil insonlarni tarbiya qilishimiz kerak. O'qitishimiz kerak bolalarimizni, har falsafadan xabardor bo'lsa, har fikrga ta'sirlanib qolmaydigan erkin, ziyoli ummat shakllansa, zo'r jamiyat quramiz. Nima demadinglar? Bismillah. Eng yomon qahvaning yo'qligidan yaxshi. Yangi iqtibos. Kofening reklamasi yomon ketyapti, lekin bugun qahva olyapman, bitta yaxshi bir nurli yigit turgan ekan. Aka deydi, "Kofesiz kunda o'tkazolmay qolyapmiz" deydi. Ertalabdan kofe bilan boshlayapmiz deydi. Kofe, qahva shunaqa narsa. Qahvani yomoni bormi desa, yomon qahva uning yo'qligidan yaxshi deydilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, yana diydorlashamiz.